Assalomu alaykum hammaga. Men siz bilan Zarifa Muhammadqulova, yoshim 63, Yangi shahar, Sirdaryo oblasidaman. Hozirgi paytda Rossiyada Sankt-Peterburgda ishlayapman va internet orqali daromad qilishga o'tganman. Kimni kim qiziqtiradigan bo'lsa, internet orqali daromad qilish, uyda o'tirgan holda yoki bo'lmasa davlat ishida ishlasangiz, yoki bolalaringizga пособие olayotgan bo'lsangiz, yoki pensioner bo'lsangiz, farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar, yerni qaysi burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol kirib, internet orqali daromad qilishingiz mumkin. Sekin-sekin o'rganib, juda katta daromadlarga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda ipoteka, kredit, qarz, uy, joy, mashina, mana shular to'g'risidagi muammolarni yechishingiz mumkin. Kirish tekin, o'rganish tekin. Menga aloqaga chiqing. +7 953 733 0127. Mana shu raqamda Telegram, Imo, WhatsApp, Instagramlarim bor. Marhamat yozing. Men sizni kutaman va o'rgatishga tayyorman. Kirib, o'rganib, oilangizga, o'zingizga, kelajak avlodingizga qoladigan daromadlar bor. Shularni qilishni tavsiya qilaman. Marhamat yozing, kutaman va yordam berishga tayyorman. Chunki o'zim bu yerda уже yarim yilga yaqin ishlayapman. Daromadni oldim, men shunga ishonch hosil qildim. Shuning uchun chiqib bemalol sizga aytishni ravo ko'rdim. Marhamat yozing, yordam beraman.